Germaniyada produktga keldim. Produktga kelganingizda yonma-yon 3-4 ta magazin bo'lsa, qaysi biriga kirishingizni bilmaysiz. Qaysi biri yaxshi bo'lardi? Yonida Reve bor ekan. Bu yerda Edeka. Tomonda bu. Bu yoqda bu ham bor. Bu orqa tomoni, old tomon narigi tarafda. Narigi tomonda bir 500 metrdan keyin Aldi bilan Lidl ham bor. Ko'proq men o'zi Aldi bilan Lidlga kiraman. Bir men ularga ham kirib chiqaychi deb bu yoqqa keldim. Reve. Bu yerda turklarning nimasi ham bor ekan, doner. Lekin hozir ro'zamiz. Iftorga olsak suv qoladi. Qaysi biriga kiray? Revega kirsammikan? Nima deysizlar? Doimgidek Aldi Lidlga boraverayman. Revega kirib ko'raman.